Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Azizlar, munofiqlar doimgidek munofiqligini qilar ekan. Ibn Salul munofiq yana gap tarqatdi. Bu yoqda odamlarga eshitdinglarmi? Kecha hamma ketganidan keyin Oyisha radhiyallohu anha yo'qolib qoldilar. Keyin birdan Safon bilan birga paydo bo'lib qoldilar. Bular yolg'iz sahroda nima qildi-ekin degan gaplarni tarqata boshladi. Va birdan bu gaplar avj olib hammaga tarqab ketdi. Va eng yomoni Hasson ibn Sobit degan bir kishi bo'lardi, bu shoir edi va bu she'r yozdi. She'rida qarangki, Safon ibn Muattal bilan Oyisha onamizni ham tuhmat qilib qo'yib yozib ketdi. Va birdan bu gap atrofga tarqadi. Azizlar, bu qanday qabohatki, bu qanday razolatki, mu'minlarning onasi bo'lgan, dunyodagi eng pokiza bo'lgan Oyisha onamizga, yana kimning ayoliga, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning ayoliga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Bu gap tarqab hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ham yetib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam juda aziyat chekdilar. Juda qiynaldilar bu gapdan. Oyisha onamiz esa bu narsalardan bexabar. Kasal bo'lib qoldilar. Uylarda safardan qaytib kelgandan keyin bemor bo'lib yotib qoldilar. Hech narsani bilmaydi. Lekin Oyisha onamiz bir narsadan hayron bo'ladilar. Shunday mehribon, qachon kasal bo'lsa, atrofida parvona bo'ladigan ulug' zot, rahmatul lil alamin bo'lgan zot va barakot munosabatlari bir oz o'zgarib qoldi. Oldilariga keladida hatto ismlarini ham aytmasdan mana buni ahvoli yaxshimi deb qo'yadilar. Ha, yaxshi degan gapni eshitadi. Oyisha onamiz bundan hayron bo'ladilar. Nega bunday bo'lyapti deb. 20 kun mana shu holatda yotdilar. Kechqurun xizmatkorlari Ummu Mistoh bilan birgalikda qarindoshlari bo'lgan Ummu Mistoh bor edi, bir ayol, Mistohning onasi. Birga tashqariga chiqdilar hojat uchun. Oyisha onamiz birga chiqib ketayotganlarida Ummu Mistoh nimanidir o'ylanib ketayotgan ekanmi, oyog'i qoqilib ketdi. Qoqildi. Odatda oyog'i qoqilganda o'sha bo'lgan holatda emas, nimagadir o'g'lini so'kdi. Mistoh bo'lgan o'g'liga la'nat aytdi. La'nat bo'lsin senga Mistoh dedi. La'nat bo'lsin senga, baloga yo'liqqir dedi. Oyisha onamiz darhol hayron bo'lib, "Ey Ummu Mistoh, nima deganingiz bu?" dedi. "Axir o'zingizni o'g'lingiz, yana Badr ishtirokchisi bo'lgan o'g'lingizni ham qarg'aysizmi?" dedi. "Bu nima holat?" dedilar. Shunda Ummu Mistoh, "Ey Oyisha, bo'lgan narsadan sen bexabarsan qizim" dedilar. "Nimadan?" dedi. "Meni o'g'lim Mistoh ham o'sha tuhmatga qo'shilib qopti" dedilar. Oyisha onamiz, "Qanaqa tuhmat?" dedilar. "Seni xabaring yo'qmi qizim?" dedilar-da, hamma gapni gapirib berdilar. Mana shunday bo'ldi. Bu o'sha Ibn Salul Hassonning ichiga meni o'g'lim Mistoh ham qo'shilib qopti-ya dedilar. Oyisha onamiz endi tushundi voqeani. Nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan to sog'lom bo'lib turguncha onasining uyida turishlikka ijozat so'rab, onalarining uyiga ketdilar. Bu voqeani Oyisha onamiz o'zlari keyinchalik eslab aytadilarki, "Men shu voqea bo'lganda shu qadar yig'laganmanki, meni o'pkam oqib ketsa kerak deb o'ylardim" dedilar. O'zlarini boshqara olmay qoldilar, suv ham ichmay qo'ydilar, faqat yig'lardilar, nima qilishni bilmasdilar. Axir bu qanday tuhmat, qanday balo, qanday musibat. Nihoyatda qattiq yig'ladilar. Allohga tavakkal qilib yig'ladilar. Lekin bu gap baribir tarqadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda tasavvur qiling azizlar, qanchalik darajada ozor topdilar. Axir bu gapni nafaqatgina bir inson sifatida, payg'ambar alayhisalom sifatida, balki oila rahbari sifatida ko'tarib yurishlik ham og'ir edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan bundan nima deysizlar shu haqida deb so'radilar. Ba'zi birlari o'zlarining fikrlarini berdilar. Hatto onalarimiz, ya'ni Oyisha onamizni kundoshlari ham bu narsa bo'lishi mumkin emasligini, Oyisha onamizdek go'zal xulq sohibasi yo'qligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan ham so'radilar. "Ey Umar" dedilar. "Siz nima deysiz?" dedilar. Oyisha haqida shunday gap tarqadi. "Nima qilishni bilmayapman. Alloh bir oydinlik kiritgunga qadar o'ylanib qoldim. Nima deysiz?" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday adolatli javob berdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga Oyisha onamizni kim nikohlagan?" dedi. Alloh sizga xiyonat qiladigan ayolni nikohlashi mumkinmi dedilar. "Yo'q, albatta. Allohga hamdlar bo'lsin." Mana bu narsani qarangki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da adolatlik
hukmini qarang. Aslida Oysha onamiz bo'lmasa o'zlarini qizlari Hafsa onamiz Rasulimizning suyukli ayoliga aylanar edi. Lekin sahobalar Alloh oldida haqiqatni gapirardilar. Nafsoniyati uchun emas. Mana shu gap Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham ma'qul keldi. Uylariga borganlarida Oysha onamiz yig'lab yotardilar. Payg'ambarimiz alayhisalom oldilariga kelib, Oysha, mana shunday gaplar tarqadi. Agar shu ishni qilgan bo'lsang tavba qil dedi. Yoki biror narsa qilgan bo'lsang menga ayt dedilar. Oysha onamiz yig'lab turib, yonlarida turgan ota-onasiga sizlar javob bermaysizlarmi? Indamaysizlarmi dedi. Gapirishga holi yo'q edi. Nima deymiz bolam dedilar otasi bilan onasi. Shunda Oysha onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bu ishni tan ham olmayman, tavba ham qilmayman. Chunki qilmagan ishimga tavba qilishligim bu tasdiqlashdir. Men faqatgina chiroyli sabr qilaman. Yusuf alayhisalom sabr qilgandek sabr qilaman. Alloh o'zi haqiqatni bildirguvchidir" deb teskari qarab yotib olib yig'ladilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy keldi. Sura-i Nur nozil bo'ldi azizlar. Ayni mana shu surada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollari Oysha onamizni pok ekanligi haqidagi oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatning ma'nosida 11-dan to 21-oyatiga qadar ushbu ma'noni ichiga oldi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mish-mish so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xton-ku desalaringiz bo'lmasmidi? Mana shu ma'nodagi oyat tushib, Oysha onamizni pok ekanligini isboti bo'ldi. Va nafaqatgina isboti bo'ldi, qiyomatgacha Qur'onda tilovat qilishlik holatida. Endi qiyomatgacha necha yil umr ko'rsak, qachon Qur'onda xatmi Qur'on qilsak, mana shu joyiga kelganimizda mo'minlar onasi bo'lgan Oysha onamizni sha'nini oqlab nozil bo'lgan bu oyatni qayta o'qiymiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizga bu mujdani yetkazdilar. Xursandchilik xabarini yetkazdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lab yuborib qizlariga tur, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga minnatdorchilik bildir, turib ta'zim qil dedilar. Shunda Oysha onamiz, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim qilib qulluq qilmayman, men Allohga hamd aytaman dedilar. Chunki Alloh onamizni pok ekanligini isbot qildi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tuhmatchilarni shariat bo'yicha ta'zirini berib jazoladi. Va bundan keyin ushbu oyatga muvofiq hech kim hech bir mo'minni mana shu tartibda tuhmat qilmaslik hukmini ham nozil qilindi. Agar guvoh keltira olmas ekan, bunday gapni aytgan odam o'zi jazolanadi. O'zi tuhmatchi bo'ladi. O'zi Ibn Salul, Hasson va Mistohlarga o'xshab qoladi. Shuning uchun hech qachon pokiza mu'minalarga nisbatan, ayollarimizga nisbatan, birovlarning ayolu qizlariga nisbatan tuhmat qilmaslik kerak.